Sen 2 kunga komandirovkaga ketmovding? Ati men bo'luvdi. Sizga syurpriz qilmoqchi edim. Uyga kelsam, men undan ham katta syurpriz kutib turgan ekan. Marras. Men senga hammasini tushuntirib beraman. Aqlingni ishlatga o'tirib gaplashib olaylik. Och qo'lingni ol, deyman menga. Sen meni eshitga olding. Meni eshitishim kerak. O'tirgan meni. Shu payt kim bo'ldi? Ayni menga. Oyim biladim. Kakras. O'g'larni qanaqaligini bilib olchadi, qoching. To'xta. Bilasan, oyim yuraklari yomon, hozmamki bo'lgan ishlarni eshitsalar, aniq nimadir bo'ladi. Zo'r bo'ladi, qoching. Iltimos, sendan ketgunlik ichida tur, keyin nima qilsam roziman. Iltimos. Faqat oyingiz uchun. Rahmat. Yek. Anangizni nima qilamiz? Assalomu alaykum otajonajon. Yaxshi keldinglarmi? Namuncha chili qiyin bo'lib ketdi. Uzr, eshitmay qolmiz. Karmisan eshitmaysan? Ha, o'yin oyog'i olib ketdi-yu. Kim bu? Xizmatkor. Kelin, bitta uy o'zingiz eplolmadingizmi? O'g'lim bechara ertalabdan kechgacha ishlab pul topib kelsa, ozgina ekonom qilmadingizmi? Oyijon, mamas o'zlari chaqiribdilar. O'zim chaqirdim. Ha, yo'q demadingizmi? Rosa yo'q dedim. Baribir chaqiribdilar. Baribir chaqirdim. Ha, siz o'ylaganda. Rosa mehribonlar-da o'g'lingiz oyijon. Kiringlar zalga. Yuring oyijon. Mayli. Men qo'limni yuvib keyin kiraman. Xo'p. Rahmat xotin senga. Bilos odamsiz. Kelin. Labbay. Labbay oyijon? Ha, yuvingandan keyin tozalab chiqsanglar bo'lmaydimi? Nimani? Ichkarini. Endi qo'limni ham boshqa joyda yuvaman. Xotin keltirib bo'ldi. Keling oyijon. Ha, boshingni yuvdingmi? Ozgina kunsib ketdi-yu shunga. Ha. Yuringlar. Ha? Siz nima qilib turibsiz bu yerda? Zalga 2 kishilik joy qilingan ekan, odam hijobli bo'libdi kirishga. 2 kishilik? 2 kishilik.